Ma chérie, you and me c'est love pour la vie. Alaykum. Keling singlim. Boshqa zo'r narsa ekanmi? Men bitta harakat qilib ko'ray, xo'p. Oddami? Ismingiz nima ekan? Nima kerak uka? Suv kerak edi aka. Ismingiz nima edi? Bobur. Manki ikrom. Tanishganimda xursandman, 80 ming bo'ldi. Nima bo'ldi? Duh yetmadi gapirishga. Men bir harakat qilib ko'raychi. Suvni nima qilasan endi? Pulimga oldim, ichaman-da. Ha, ich. Nechinchi yilsiz? Siz nechinchi yilsiz aka? 92. Teng ekanmiz-da. Nima kerak, tinchlikmi? Mana moshincha kerak-da. 450 ming. Qimmat ekan. Ha? Gapirolmadim vashchi. O'zim borayda bir. O'yinchog'im olasanmi? Uylangan, farzandli deb o'ylagandir seni. Senga o'xshab suv olmadim-ku. Qatlisiz. Qalisiz siz, aka. Tinchlikmi, nima kerak sizga? Mana shu qizni qo'lidagi narsadan kerak. Mana chempion sandwich. Ha, bu yoqda bor ekan-ku. Zo'rda bu, ha? Da, juda zo'rda bu chempion sandwichlari. Yumshoqqina, mazza qilib yeysan-da. Bu Samarqandda ishlab chiqarilardi-ku. Hozir Buxoroda ham, Surxondaryoning Denov shahrida ham filiallari ochildi. Bu trendda hozir. Qatlisiz. Ha, Buxoro bilan Denovda bor Denovda. dedingiz, ha. Mayli. Bo'ldi, aka, men keta qolay. Bir soat turib turing. Ko'ryapsiz, savdo zo'r bo'lyapti. 2 barobar qimmatiga sotyapman. Ertaga iloji bo'lsa qip-qizil kiyinib keling. Qizil yana odamlarni o'ziga jalb qiladi-da, xo'pmi? Marketing bu. Savdoni zo'r qilamiz. Shu do'konmi? Assalomu alaykum. Bu ana, kelyapti. Kel ukam, kel ilohlar, kel. Ertaga, qarashli do'konlaringizdan olib kelasiz, butun do'konni bo'shitamiz bir kunda. Aka yaxshi. Kel ukam, nima kerak?